oddiy bir podachi bola Qur'onga bo'lgan ishqi, ilmga bo'lgan hirismanligi bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning nazarida mana bu shunday qimmatli bir insonga aylangan. Bir odamning qalbiga iymon mana bu shunday haqiqiy turda urlashgan vaqtida ana shunday insonni kuchli qilib etadi. Qandaq bir odam Qur'on Karimni tushgandek anglashni xolasa, Abdullah ibn Mas'udning tilovatini anglasa. Biz bugün Qur'on Karimni xuddi Jibril alayhissalomdek go'zal o'qiydigan, hatto payg'ambar alayhissalomning uning tilovatini anglasa, ko'z yoshlarini tutolmaydigan, shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan bevosita Qur'on o'rgangan, mushriklar orasida Qur'on Karim tilovatini tunji oshkora qilgan Qur'on oshiqi, ilm mastonasi buyuk sahoba Abdullah ibn Mas'ud bilan tanishib chiqamiz. Abdullah ibn Mas'ud yosh vaqtida boshqa yoshlarga o'xshash Makkadagi arablarning qo'ylini beqib berib turmush kechiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga vahiy kelganda u bu xabarni kishilardan anglaydi. Lekin o gündüzleri qo'y beqish bilan mashg'ul bo'lg'achqa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan shuncha ko'rishkisi bo'lsa-mu, lekin fursat bo'lmaydi. Ammo uning butun diqqati va zihni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomda edi. U payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ana shunday talpinayotgan, lekin ko'risholmayotgan kunlarning birida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va Hazrat Abu Bakr u qo'y beqiyotgan yerga keldi. Lekin Abdullah ibn Mas'ud payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'rib boqmagan edi. Hazrat Abu Bakr Abdullah ibn Mas'udning qishig'iga kelib, "Qo'yingdan bizga sig'ib beramsa" dedi. Abdullah ibn Mas'ud "Albatta sig'ib beratdim, lekin men bir podachi, omonatda, egisdan so'may bu qo'yini boshqalarning sig'ishiga berolmayman" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abdullah ibn Mas'udning omonatdorlikni ko'rib, uning nihoyat hayron qoldi va xushal bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom unga "Undaq bo'lsa bizga qo'chqa yiqilishib boqmagan qo'ydan birini akappa, o'zimiz sig'ib olaylik" dedi. Abdullah ibn Mas'ud qo'chqa yiqilishib boqmagan qo'ydan qandoqmi chiqsin degan o'ylagan bo'lsa-mu, lekin bu ikki mo'ysibitning talabini rad qilg'usi kelmay, qo'chqa yiqilishib boqmagan qo'ydan birini ularning qishiga elib keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yanglarini turib o'tib, "Bismillahirrohmanirrohim" deb qo'yni sig'ishga boshlaydi. Qo'ydan buluqlab suv chiqishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qong'udek ichidi. Hazrat Abu Bakr mo qong'udek ichidi. Abdullah ibn Mas'ud bo'g'a ishlar qarab hayron qoldi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan "Siz kim bo'lasiz? Boya qo'yni nim deb sig'dingiz? Bu qo'chqa yiqilishib boqman qo'ydan nim deb suv chiqadi? Menga o'gitib qo'yamsiz?" deb to'xtamay savol so'rashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abdullah ibn Mas'udga savol so'rashning ko'pligiga qarab, "Sen ilm o'rganishga loyiq bo'la ekansan" deydi. Shundaqla o'zining payg'ambar ekanligini aytdi. Abdullah ibn Mas'ud uzundan beri kurishkisi bor kishining o'zining qishig'i kelganligidan nihoyat xursand bo'ldi. Va shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning islomni tushundirishi va o'qilgan Qur'on Karimni anglab qalbi erib ketdi va shahodat aytib musulmon bo'ladi. Shuningdan e'tiboran Abdullah ibn Mas'ud qo'y beqishni tashlab payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishiga keladi. Ya'ni Darul Arqamga kelib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan Qur'on o'rganadi va ta'lim oladi. Bu vaqtda Abdullah ibn Mas'ud daha 18 yoshlarda edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abdullah ibn Mas'udning zirakligi, chechanligi va ko'p savol so'rashidan uning ilm o'rganishga nihoyat loyiq ekanligini ko'rdi va uningga alohida "Sen mening uyimga qachon kirib chiqsang bo'ladi" deb hech kimga bermagan ijozatni berdi. Abdullah ibn Mas'ud payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uyida bo'lsa, payg'ambarimizning qishiga berib Qur'on o'rganadi va hadislarni o'rganadi. Abdullah ibn Mas'ud payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ig'zidan bevosita 70 dan ortiq surlarni o'rganadi. Sirtdan kelgan kishilar Abdullah ibn Mas'udning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning uyidan chiqmaganligi va uyiga to'la kirib chiqqanligiga qarab Abdullah ibn Mas'udni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bolasi o'xshaydi deb qilishadi. Ya'ni Abdullah ibn Mas'ud ilm ishqida ana shundaq payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning uyidan ayrilmaydi. Abdullah ibn Mas'ud Qur'on Karimni shundaq bir chiroyli o'qiydiki, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qandaq bir odam Qur'on Karimni tushgandek anglashni xolasa, ya'ni Jibril alayhissalomning men o'qib bergandek anglashni xolasa, Abdullah ibn Mas'udning tilovatini anglasin deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Ey Abdullah ibn Mas'ud, o'qi" deb uni tilovat qilg'isi kelib o'zi tinchaydi. Va Abdullah ibn Mas'udning tilovatini tinchganda o'zini tutolmay yig'lab ketadi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Qur'on o'rganmoqchi bo'lgan sahobalarga 4 sahobani tavsiya qiladi. Uning birisi bo'lsa Abdullah ibn Mas'ud edi. Bir kuni Abdullah ibn Mas'ud sahobalarga Qur'on o'rgatyotdi. Sahobalar bo'lsa Abdullah ibn Mas'udning Qur'onidan nihoyat huzur elib tinchayotdi. Bu Qur'onni mushriklar anglasa qalbi irimay qolmaydi. Har qancha qalbi qattiq bo'lsa-mu, bu Qur'on ularga ta'sir qilmay qolmaydi. Hozir qadar mushriklar Qur'on Karimni anglab boqmadi. Birasimiz berib ularga bu Qur'onni anlatib boqayli, ular Qur'onni o'qib boqayli deydi.
Abdullah ibn Mas'ud to'g'ri aytdi. Men berib ularning orasiga kirib, Qur'oni Karimni ulug' ovozda o'qib ularga anglay deydi. Sahobalar, "Yo'q, sen borma. Sening tining ojiz, badaning uruq, seni qo'g'daydigan tuqqanlaring ko'p emas. Oramizdan badani kuchlikraki va qo'g'daydigan tuqqanlari bor birisimiz borayli" deydi. Lekin Abdullah ibn Mas'ud, "Yo'q, men o'zim berib o'qay" deb ching turib oladi. Oxiri o'zi Kabening to'yiga boradi. Abdullah ibn Mas'ud mushriklarning oqsoqollarining hammasi to'plashib o'tirgan yerga berib Sura Ar-Rahmonni o'qishga boshlaydi. Dastlabida mushriklar nima ish qilayotgandi deb gangrab qoladi. Bir oz o'tgandan keyin Qur'on Karimning oyatlari ularning qalbiga ta'sir qilishga boshlaydi. Ular bizni yana sehrlaydigan bo'ldi deb o'rnidan dasturishib ketadi va yugurib kelib Abdullah ibn Mas'udni har tarafdan urishga boshlaydi. Abdullah ibn Mas'ud Qur'on Karim o'qiganlik uchun tayoq to'qmoq ostida qoladi. Abdullah ibn Mas'udni yiroqdan kuzatayotgan boshqa sahobalar yugurib kelib Abdullah ibn Mas'udni qutuldirib oladi va uni yuylab Darul Arqamga elib keladi. Ular Abdullah ibn Mas'udni shu qadar qattiq urib etganki, yuz ko'zlari hammasi qonga buyilib ketgan edi. Sahobalar Abdullah ibn Mas'udga ich og'irishib, "Biz borgan bo'lsak kashki, sening badaning ojiz, seni qo'g'daydigan tuqqanlaring yo'q. Shun ular seni buzaq qilganga, biz borgan bo'lsak unda qilmaslik mumkin edi. Bizni bog'lab qo'ygan bo'lsang kashki" deyishadi. Abdullah ibn Mas'ud asta ko'zini ochib, "Men sizlardan shundoq bir o'tinay. Meni yana bir qitim o'qig'ili qo'yinglar. Men Kabening to'yiga berib, yana bir qitim Qur'on tilovat qilay. Men ularning qashida Qur'on tilovat qilib edim. O'zimni nihoyat kuchli his qilib ketdim. Ilgari taptatadigan, ayminadigan bu mushriklar ko'zimda nihoyat kichiklab ketdi. Hatto ular meni urg'an vaqtidami, ular ko'zimda nihoyat ojiz, ularning naqadar kuchsiz ekanligini his qildim. Meni yana bir qitim o'qig'ili qo'yinglar" deydi. Sahobalar, "Bo'ldi qil. Endi ularga anglatding, vazifang tugadi" deydi. Tini nihoyat ojiz, badani nihoyat uruq bir podachi Abdullah ibn Mas'udni Qur'on Karim ana shundoq jasoratli qo'rqmas qilib etgan edi. Bir odamning qalbiga iymon mana shundoq haqiqiy turda urilashgan vaqtida ana shundoq insonni kuchli qilib etadi. Abdullah ibn Mas'ud shundoq ojiz ediki, uning putlari shunchalik inchik edi. Bir kun uning puti eshilib qoladi. Sahobalar uning putining inchikligiga qarab kulishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Nima kulisizlar? Nima ish bo'ldi?" deydi. Sahobalar Abdullah ibn Mas'udning putining inchikligiga qarab kuldik deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Alloh bilan qasam, Abdullah ibn Mas'udning bu inchik puti qiyomat kuni taroziga Uhud teg'idimi ig'ir keladi" deydi. Abdullah ibn Mas'udning ojiz tenini kuchli qilib etgani, shundaqla uruq putlarini qiyomat kuni taroziga ig'ir keltirib etgani bo'lsa, uningdagi Qur'on Karim edi. Qur'on Karim insonni mana shunda qimmatli qilib etadi. Oddiy bir podachi bola Qur'onga bo'lgan ishqi, ilmga bo'lgan hirismanligi bilan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning nazarida mana shunda qimmatli bir insonga aylangan edi. Aslida inson mana shunda qimmatli va yaramli odamga aylana oladigan qobiliyatga ega holda yaratiladi. Lekin inson o qobiliyatini, o iqtidorini oddiy ishlarga sarf qilib, oddiy insonga aylanib qoladi. İlgari qo'y beqish bilan podachilik qilib o'tkazgan bola musulmon bo'lgandan keyin, ichiga Qur'onni qochirgandan keyin Payg'ambarimizning nazarida va sahobalarning nazarida nihoyat qimmatli bir bolaga aylangan edi. Atrofimizda nurg'ulg'an kishilar Alloh taolo bergan zehnini, qobiliyatini ulug' yo'llarga ishlatmagachga qadrsiz insonga aylanib qolmoqda. Badan saposi nihoyat yaxshi. Agar mujohid bo'lsa, ajoyib, yaramliq bir kishiga aylana oladigan kishilar bo'lsa, oddiy ishlamchilarga aylanmoqda. Asli islom bizni eng yaramliq insonga aylantiradi. Agar biz islom ko'rsatgan yo'lga mansaqla, ajoyib qimmatli insonga aylanamiz. Masalan, atrofimizdagi asli ulug' yo'llardan mangan, keyin har xil bahona sabablar bilan u ulug' yo'ldan chekingan kishilarga qarab boqaylik. Ilgirki qadr qimmatidan asar bormi? Mana bu shundoq. Agar biz islomga yepishsak, islom ko'rsatgan yo'lga mansak, qadrli insonga aylanamiz. Aksicha, behuda ishlarga umrimizni, vaqtimizni, kuchimizni sarf qilsak, eng qimmatsiz insonga aylanamiz. Ya'ni Abdullah ibn Mas'udning podachilik hayotini tanlamdi va yoki musulmon bo'lgandan keyingi qimmatlik hayotini tanlamdi, u o'zimizga bog'liq. Abdullah ibn Mas'ud ilmga hirisman bo'lish bilan birga, o'zi uruq bo'lsa-mu, tini ojiz bo'lsa-mu, nihoyat botur yigit edi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tarbiyasi ichiga kirgan iymon uni botur bir yigitga aylantirgan edi. U Badr urushida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom birga jihadga chiqdi va bu jihadda ikki sahoba musulmonlarning firavni Abu Jahlga qilich urib, uni otdan yiqitdi. Abu Jahl Abdullah ibn Mas'udning oldiga tushdi. Abdullah ibn Mas'ud Abu Jahlning soqolidan tutib, "Ey Allohning dushmani, endi xo'p bo'ldimi?" dedi. Abu Jahl nihoyat hakovlik bilan, "Nimaga xo'p bo'ladi? Sen ömrüngda menchilik bir odamni o'ltirib boqqanmiding? Meni o'ltirish sen uchun bir sharaf, men uchun bo'lsa bir nomus. Kashki meni yaramliqroq, kuchlikroq, cho'ngroq bir odam o'ltirgan bo'lsa, sendek bir podachining, dehqonning qo'lida o'lib ketmagan bo'lsam" deb jon halqumga kelgan vaqtidami jahiliyatdagi cho'ngchilikni qiladi. Chunki u Abdullah ibn Mas'udning podachilik hayotini biladi. Ya'ni podachi Abdullah ibn Mas'udni biladi. Lekin musulmon, mu'min, mujohid, olim Abdullah ibn Mas'udni bilmaydi. Abdullah ibn Mas'ud uning bo'yniga qilich urib, bo'ynini uzib o'tdi.
ve kallasını Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın aldığı gelip taşlaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mana bu yani Ebu Cehil Müslümanların piravni deb Abdullah ibn Mesud'un batırlığını takdirleydi. Abdullah ibn Mesud ta ki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vafat bolğan kadar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yanından ayrılmay nurgulluğan hadislerini öğrenedi. Hazır kadar biz gitip gelgen nurgulluğan hadisler ana şu Abdullah ibn Mesud'un tirişçanlığından kelgen. Hazreti Ebu Bekir'in devrinde Abdullah ibn Mesud ilim taqıtish bilan meşgul boladı. Hazreti Ömer'in devrinde Halife Ömer Abdullah ibn Mesud'ni ilim tarqitish uchun ko'p g'avatdi. Bizning büyük imamimiz Hanefi mezhebining pishvosi İmam Azam Abu Hanife ana şu Abdullah ibn Mesud'ning nervi o'quvchisi, ya'ni o'quvchisining o'quvchisi. Abdullah ibn Mesud hayotini ana shundaq ilim va jihad bilan to'ldirib 60 yoshida Hijriya 33-yili vafot topdi. Alloh taolo Abdullah ibn Mesudga rahmat qilsin. Alloh taolo bugun kunimizdagi Abdullah ibn Mesudning izbasarlariga, ya'ni olimlarga rahmat qilsin. İlim bilan jihadni ayırmasdan tang elib mangan Abdullah ibn Mesudning haqiqiy izbasarlariga rahmat qilsin. Ve aramızdan ve bizni Abdullah ibn Mesud'dek özünün hayatını, özünün ömrünü, özünün aklını ve zihnini İslam üçün atab haqiqiy qimmat yaratgan ve haqiqiy qimmatli insonga aylangan, özünü zaya qilmagan kishilarning qatoridan qilsin. Bizga Abdullah ibn Mesud'dagi ilm ishtiyaqi, omonatdorlik ve jasoratni ato qilsin. Sahabilar izidin, chaqnagan izzat nuri, o'tgan siqin idin, haq islomning tulquli. Başakmaz kafirga şiddet bilen atseli, Hamza Halid Musa'dek şir yürek oğlanları.